maxfiyliklar. Sizga ikrom ko'rsatadigan, sizga ne'matlar beradigan, o'z lutfi ila hidoyatga chorlaydigan zot bu lutf marhamatning o'rni qayerda ekanligini biladi. Qayerga lutf ko'rsatish kerakligini biladigan lutf marhamat ko'rsatadi. Demak, latif zot biluvchi bo'lmoqligida shubha yo'q. U zot sizga lutf marhamat ko'rsatayotganda shuni yaratadi. Shunda lutf mukammal bo'ladi. Binobarin latif zot xoliq bo'lmoqligida ham shubha yo'qdir. Alloh taoloning ismi va sifatlari bir-biriga ishora qiladi, dalolat qiladi. Bir-birini taqozo etadi, o'zaro lozim tutadi. Alloh taolo aytadi: "Axir yaratgan zot o'zi yaratgan narsalarini bilmaydimi? U latif, lutfli va xobir, xabardor zotdir." Mulk surasi 14-oyat. Alloh taolo beradigan ne'matlarni maxfiy qilib beradi. Bu ne'matlarning bo'lishi daqiq va nuri sokin, lekin ko'rinib turadi. Bu zot maxfiylik ila ikrom ko'rsatadi, maxfiylik ila hidoyat ko'rsatadi, maxfiylik ila boshqaradi, maxfiylik ila boshqaradi. Demak, bu lutfni qayerda, qanday paydo qilishni bilmasdan qiladimi? Aslo mumkin emas. U biluvchi va yaratuvchi zotdir. Sa'diy aytadi: "U latif zotdir. Uning ilmi maxfiy narsalarni ham qamrab olgan, botinlarni ham idrok qiladi. Bir ulug' tush bor. U bashariyat ko'rgan tushlarning eng buyugi. Yusuf alayhissalom ko'rgan tushdir. U zot uni ko'rgan paytlarida shunday holatda edilarki, bu tushni ro'yobga chiqarish mahol sanalar edi. Tabiiy belgilarga qaraydigan bo'lsangiz, amalga oshmaydi der edingiz. Bu tushni Alloh taolo hikoya qilib aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Eslang, Yusuf o'z otasiga, Yaqubga dedi: "Ey otajon, men tushimda 11 yulduz, quyosh va oyni menga sajda qilayotgan hollarda ko'rdim." Yusuf surasi 4-oyat. Bu yerdagi tushning ta'vili nima edi? Bu yerdagi tushning ta'biri Yusuf alayhissalomning ota-onasi, aka-ukalari qo'shilganda 11 bo'lib, u zotni hurmat qilib sajda qilishlari edi. Hamma alomat belgilarga qarasangiz ham tush ularning Yusuf alayhissalomga sajda qilishiga dalolat qilmaydi. Chunki otasi ulug' payg'ambar, yoshi ulug', qadri buyuk. Kattalar kichiklarni hurmat qilishi odatda ko'rilmagan. Payg'ambar bo'lmagan odamni ota o'g'lini egilib hurmat qilishi sezilmagan, bilinmagan. Aka-ukalar ham Yusuf alayhissalomni yomon ko'rishar edi. Qanday qilib unga sajda qilsinlar? Ular shunchalik yomon ko'rishardiki, Yusuf alayhissalomni o'ldirish rejasini tuzishdi. Ular yomon ko'rganlardan quduqqa tashlashga jamlandilar va tashladilar ham. Mana shu belgilar Yusuf alayhissalom ko'rgan tushni amalga oshishiga monelik qilardi. Ularning Yusuf alayhissalomga sajda qilishlari tasavvur qilinmasdi. Holatlar yanada chigallashar edi. Yusuf alayhissalomni chiqarib olganlar uni mato sifatida sotib yuborishdi. U zot Misr podshohining uyida qulga aylandilar. Qullik shu tushning amalga oshishini taqozo etadimi? Albatta yo'q. Qulga birov sajda qiladimi? Holat yanada chigallashdi. Qullik qamoqdagi kishanlanishga almashdi. Masofa yanada uzoqlashdi. Tushning yanada amalga oshishi mahollashib boryapti, lekin latif zot taqdirlarni bitib qo'ygan ekan, ishlarni o'zgartiradi. U Yusuf alayhissalomni qamoqdan chiqardi, yuqori mansabga o'tkazdi. Shundan so'ng o'sha hududdagi shaharlarga qahatchilik keldi. Aka-ukalari eski kiyimlarda xoru zor holatda keldilar. Latif zotning taqdirlari bu qadimda ko'rilgan tushni amalga oshishini ta'minlab borar edi. Yusuf alayhissalomga ular sajda qildilar. U zot hayratda qoldilar-da dedilar: "Albatta,
Robbim o'zi xohlagan narsani lutf bilan amalga oshiruvchidir. Yusuf surasi 100-oyat. Agar Allohning irodasi bo'lmaganda amalga osharmidi? Albatta yo'q. Mana shu ko'p yil ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Robbim uni rost qildi. Yusuf surasi 100-oyat. Mana bu holat yuqoridagi manzaraga hukmronlik qilgan lutfu marhamatning qisqacha ko'rinishidir. Bu lutfu marhamat o'zining intihoi muhrini qo'ydi. Albatta, Robbim o'zi xohlagan narsani lutf bilan amalga oshiruvchidir. Albatta, uning o'zigina alim, bilimli va hakim, hikmatli zotdir. Yusuf surasi 100-oyat. Latif zot agar biron narsani xohlasa, shu lutfu marhamati komil bo'lishi va yanada maxfiy bo'lishi uchun sabablarni hozirlaydi. Hattoki odatda voqe bo'lishi mahol ko'ringan narsalar ham amalga oshaveradi, chunki u Allohdir. Allohdir. Uning Latif va Xobir ismi bor. Amalga oshmas xayollar. Yer qurib qaqshab ketganini ko'rdingiz. Keyin uning tepasiga to'p-to'p bulutlar yig'ildi. So'ngra momaqaldiroq bo'lib yomg'ir yog'di. Urug'lar yerni yorib ko'karishni boshladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu tabiiy bo'lishi kerak bo'lgan ishmi? Allohning mana bu oyatiga qarang. Alloh osmondan suv, yomg'ir yog'dirgach, yerning yam-yashil bo'lishini ko'rmadingizmi? Darhaqiqat, Alloh lutfli va xabardor zotdir. Haj surasi 63-oyat. Sizning xayollaringiz qanchalik uzoq bo'lmasin, siz bilan shu xayollar o'rtasida bepayon sahrolar turmasin. Latif zot uni amalga oshiradi. Luqmon yana dedi: Ey o'g'ilcham, shubha yo'qki, agar xantal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biror xarsangtosh ichida, yo osmonlarda, yoki yer ostida bo'lsa, o'shani ham Alloh keltirur. Zero Alloh lutfli va ogoh zotdir. Luqmon surasi 16-oyat. Siz noumid bo'lmang. Robbingiz xohlaganini yaratuvchi, beruvchi latif zotdir. Xantalni urug'iga qarang. Agar unga yaxshilab tikilmasangiz, u ko'rinmaydi. Kaftingizga oling. Kaftingizga nisbatan naqadar kichik. Uni o'tirgan xonangizga nisbatlang. Undan-da kichik. Hovlingizga nisbatlang. Mahallangiz, shahringiz, mamlakatingizga, umuman yer yuziga, keng osmonga nisbatlang. Bu urug' naqadar kichik. Alloh bu katta borliqdagi arzimas xantalning urug'ini bor qildimi? Endi siz amalga oshmasligi uchun hamma vositalarni qilib bo'lmaydi deb turgan narsangizga Alloh bo'lish taqdirini bitib qo'yishi mumkin emasmi? Yo'q, albatta mumkin. Yo'q, albatta mumkin. Do'stim Tabukdan Iordaniya hududlarigacha bo'lgan masofani bosib o'tdi. Ertasi kuni Mota nomli universitetda ma'ruzasi bor edi. Ertalab yetib borishi kerak edi. Bosib o'tgan masofasi 100 kilometr atrofida edi. Keyin birdaniga pasportini uyda qoldirib ketganligi esiga tushdi. Ko'ngli g'ash bo'ldi. Qaytishga qaror qildi. Bu hafta bora olmasligini o'ylab siqildi. Ertasiga esa gazetalarda Mota universiteti talabalari o'rtasida janjal chiqqani e'lon qilindi. Mota talabalari har xil joylardan kelib yashashar edi. Hatto jarohatlar bo'ldi. Qonlar oqdi. Latif zotni qarang. Qonni ko'rmasligi uchun yoki ertalab shifoxonada ko'zini ochmasligi yoki shuncha masofani bosib o'tdim, lekin darsni o'ta olmadim-da deb dilga g'ashlik oralamasligi uchun unga pasportini unuttirdi. Latif zotning lutf marhamatlariga qarang. U paydarpay, uzluksiz keladi. Uning har bir ishida qandaydir lutf marhamati bor. Har lahzada fazlu karam, lutf marhamatlar latif zot, xobir zot tomonidan sizni qamrab turibdi. Siz xonaga kirgan paytda bolangiz karavatidan yiqilib tushish arafasida edi. Siz uni ushlab qoldingiz. Keyin o'zingizga o'zingiz nimaga aynan shu paytda xonaga kirdim deb savol berdingiz. Kim kirgizdi ekan deysiz. Yana bitta voqea.
Siz suv ichish uchun oshxonaga kirdingiz. Bu payt muzlatgichga ulangan elektr simidan olov chiqishni boshlagandi. Siz uni sug'urib qo'yasiz va aynan shu lahzada kirdimi, 5 daqiqadan keyin kirsam nima bo'lardi-ya deb savol qila boshlaysiz. Aynan shu holat yuz bermasa-da shunga o'xshash voqeliklar bo'lgandir. Xotiringizni jamlang. Lutf ma'nolarini eslang. U hayotingizni qamrab olgan o'ta marhamatli zotdir. Bu ismning ma'nolari bilan ozroq tanishdik. Ma'nolariga ko'p ham sho'ng'amadik. Yanada batafsil o'rganaman desangiz, ahli ilmlarning kitoblariga murojaat qiling va tafakkur ila o'qing. Latif zot, siz uni yaxshi ko'rishga haqli ekanmi? Uning ne'matlari haqida fikr yurityapsizmi? Qalbingizda unga bog'lanishni, unga rajo qilishni ko'paytiring. U ism bilan yashang. U ism bilan duo qiling. Uning lutfini kuzatib turing. Uning sizga bergan tortiqlarining maxfiyligini ikki ko'zingiz ko'rsin. Xushu va huzu ila ayting. Ey lutf marhamatlari maxfiy zot, bizni qo'rqqan narsalarimizdan qutqargin. Ey Alloh, bizga lutf qil. Rahimli lutf marhamatlaring bilan nafslarimizni to'g'rilagin. Qalblarimiz zalolatlarini to'g'rilashimizni nasib etgin. Bu bilan hayotimiz tartibsizliklarini go'zallashtirgin. Oltinchi qism tugadi.